Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, mana avtobusimiz Moskva tomon yo'nalish olganmiz do'stlar. Orenburgda to'xtadik hamda Kazan, Nabережный Челны, Nijnekamsk shaharlarida to'xtab, mana yo'lga chiqib ketyapmiz yana. Moskva, Vladimir, Nijniy Novgorod ketmoqchi bo'lgan fuqarolarga bemalol behijolat mana akalardan so'rab o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Hormang. Qanday? Qaysi shaharga ketyapsiz? Moskva. Qalay? Kamchilik yo'qmi aka? Gap yo'q aka. Aka-ukalar mana ko'rib turganlaringizdek, sifatli resmi avtobuslarimiz. Aka, hormang. Qaysi shaharga ketyapsiz? Qalay aka? Avtobusning sharoiti, yo'ldagi sharoitlar, sho'pillarda nimalari? Kamchilik bo'lmadimi aka? Mana akalar ko'rib turganlaringizdek, resmi avtobuslarimizda. Mana xolam, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalay kelyapsiz, xolam? Sog' bo'ling. Gap yo'q. Opam qayerga ketyapsiz? Moskvaga mana. Tavsiya qilasizmi yaqinlarga? Gap yo'q. Ko'pchilik nimalarimiz, yurtdoshlarimiz suratda yo'ldagi holatni ham ko'rsatinglar, yo'ldagi holatni ham ko'rsat. Mana avtobus Qozog'iston nomer, Qozog'iston shofirimiz. Qalay вообще-то o'zi? Chegaralarda qalay o'tdingiz? Chegarada boshqa problema bo'lmadi. Oldinda turgan avtobuslardan naborot o'tib, bizlarni Resmi avtobusda shunday bo'ladi, to'g'ri? Resmi avtobus vaqti bilan o'tadi, vaqti bilan ketadi. Sog' bo'linglar. Mana aka-ukalar, hozir Kazanga yetib qoldik. Xudo xolasa. Akalar, assalomu alaykum, hormanglar. Qaysi shaharga yetib keldik endi? Sizlar qayerga ketyapsizlar? Moskva, sizchi? Moskva, gap yo'q. Mana hozir Kazan, Nabережный Челныdan o'tdik. Xudo xolasa Kazanga yetib olib, keyingi videolarimizni ham ko'rasizlar, yurtdoshlar. Bemalol. Qalay akalar? Ochiqcha. Qayerdansizlar o'zinglar? Tavsiya qilasizmi Qashqadaryolik akalarga? Sog' bo'linglar akalar. Rahmat katta. Mana akalar, Sanchaska to'xtab, hozir mana yo'lga chiqamiz inshaalloh.